Uzundan buyon Amerika Nevada shtatining sirliq 51 rayonining Hollywood fantaziyalik filmlari bilan yechilmas rishtasi bor. Bu yerni tilga oladigan bo'lsak, kishilar noma'lum uchar jism, UFO va tashqi plat odamlar bilan munosabatli deb qarashidi. Yaqinda bir uchuvchi uchuvchisiz aeroplan bilan bu qattiq muhofazat qilingan rayonga kirib, 51 rayonning haqiqiy ahvolini bilib boqmoqchi bo'lgan. Angliya Aynek gazetining xabariga va hukumat tomonining materiallariga asoslanganda 51 rayon Amerika havo armiyasining bazasi ekan. Nevada shtatining qumliq rayoniga joylashgan bo'lib, Las Vegasga taxminan 83 ingliz mili keldigan joyda Amerika harbiy taraf yoshirin texnikasini tadqiq qilib yasagan. Yana jasus U-2 qarqush va F-117 nomli ko'rinmas kurashchi aeroplanlarni tadqiq qilib yasalgan joy. Amerika hukumati 10 yildan buyon 51 rayonning mavjudligini izchil inkor qilib kelgan. Haki 2013-yilgacha Amerika Markaziy axborot idorasining hujjatida bu rayonning mavjud ekanligini jazmlashtirgan. Fizika olimi Naqning 20-asrning 80-yili televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda tashqi pilot odamiy olam kemasining tog'bo'yidagi aeroplan ambariga yoshiringanligini, 51 rayon tashqi pilot odamining faoliyati bilan zich bog'lanishli ekanligini, dunyoning har qaysi joylaridagi UFO havaskorlarining 51 rayonga berib haqiqiy ahvolni tekshirishni umid qilganligini bildirgan. Bu rayonning 26 mil yiroqlikdagi rayonga borg'ili bo'lg'achqa shunga uchuvchi Falconer uchuvchisiz aeroplan bilan 51 rayonga uchib berib izlangan. Falconer 51 rayonda tekshirish intayin qiyin deb tasvirladi hamda bir qism oq yuk avtomobillari ularga agashgan. Oq rangli yuk avtomobilini suratga olmoqchi bo'lganda avtomobilni yushirib qo'yilgan. U yana bu yuk avtomobillarining 51 rayon ba'zi bexatarlik tarmoqiga tava ekanligini bildirdi. Ba'zi atrofida texnik ogohlantirish belgisi yo'q. Ko'chma sensor va infraqizil qizil nurli telekamera bor. 51 rayon dunyoning diqqatini o'ziga tortib, necha 10 yildan buyon Amerika hukumati G'azo va ba'zi atrofida sirliq harbiy nishon bayqalganligi to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilib boqmadi. Turlik mish-mish paranglarmi izchil inkor qilindi. 51 rayon yana fantaziyalik kinolarning muhim omili bo'lib, kino o'zgarishcha Vajra 2dagi buzg'unchini mush yerga solangan. Mustaqillik kuni kinosidagi tashkilot odamlarning 51 rayonga hujum qilgan ko'rinishi bor. Ikki sarxib nomli filmdagi nurg'un hikoyalar 51 rayonga yuz bergan bo'lib, bundan boshqa 1947-yili donliq Rasulga uchar taksisining tushib ketgan voqeasini bayqagandan keyin 51 rayon so'zsizliklarda qilishcha Amerika hukumati uchar taksisining tushib ketgan qoldiqlarini va tashkilot odamlarning jasadlarini maxfiy bartaraf qilgan rayon deyilgan. Napo 51 rayonda tashkilot uchar taksisini ko'rib boqqan birdan-bir odam emas. 2014-yili 8-ayning 7-kuni yangi olamdan o'tgan Amerika olam qatnashi olimi Bushman sirliq 51 rayonda uzun mezgil turgan oliy injener u axborot vositalarining ziyoratini qabul qilganda mo'nlarni bildirdi. Sirliq 51 rayon ichida Amerika fuqarosi salohiyatiga erishgan 18 tashkilot odami hukumat xizmatiga yordamlashayotgan. Bushman ziyorat jarayonida 1955-yili Xaduqumniki ya'ni Las Vegasning shimolidagi 85 ingliz mili keldigan joydagi UFO voqeasi to'g'risida paranglashib, u uni rost yolg'on emas dedi. Garchi shu chog'da tushib ketgan tashqi pilot odami o'lgan bo'lsa-mu, ammo keyin yana uning planetdan kelgan 18 tashqi pilot odami 51 rayonga keldi deb aytdi. Bushman yana telekamera qarab o'zi mas'ul bo'lgan UFO va tashqi pilot odamlarning arxiv suratlarini oshkorlab, o'zining e'tiqodlarining soxta emasligini isbotlagan. Bushmanning aytishicha, uning 51 rayondagi xizmati tashqi pilot odami ta'minlagan texnikani Amerika harbiy tarafining ishlatilishiga bergan. İntayin maxfiy tadbir yo'linishli qurilish ekan. Sirliq 51 rayonning nomi davlat maxfiyatligini tekshirish o'rniga o'zgartirilgan. Tashqi pilot odamining mavjudligi izchil turda har vaqt insoniyatning qalb tarini chekib kelmoqda. Tashqi pilot odami bormi? Fan texnikasi zodi qandoq? Insonlarga do'stonimi yo'q? Yana ilgirki UFOlar tashqi pilot odamlarning jang kemisimi yoki uchar kemisimi? Tashqi pilot odami rostla yer shariga kelib yashab boqqanmi? Insonlar rostla uchar kemisi buzg'unchilik uchirgan tashqi pilot odamini uchiritib boqqanmi? 10 yildan buyon yer sharliqlar olam boshligiga qo'yib bergan olam qatnashi charlash olam kemasi quyosh sistemasi ichidagi Mars, Saturnda suvning izohlarini bayqadi. Jo'g'rofiya ilmi hozir cho'ng ayiq yulduz turkumidagi 47-nomerlik turg'u yulduz, Go'har yulduz turkumidagi 70-nomerlik turg'u yulduz, Duldul yulduz turkumidagi 51-nomerlik turg'u yulduz va boshqa yulduz turkumidagi turg'u yulduzlarning hammasida aylanib turadigan sayyorlarning borligini bayqadi. Sayyor bo'lsa hayotlik mavjud bo'lishiga umid. Olam shuncha cho'ng, faqat yer shartlar hayotlik bo'ladi deb hukm qilg'ili bo'lmaydi. Hokam ilgari tashkilot odamining cho'qim mavjud ekanligini bildirgan. Insonlar ularning amaliyotda tashkilot odamining insonlarning yanida ekanligini bayqamag'achqa, barliq sirlar ilm-fanning ilmiy tushuntirishiga muhtoj bo'ladi.